xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotlarni Şinjan Okean Xalqaro savdo cheklanish shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkazdi va setishdan keyingi a'lo mulozamati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat ambisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufida alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarmi esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari. Assalamu alaykum, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Ko'rayotganinglar Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan uy madaniyat tarqatish shirkati, Şinjan to'g'ri madaniyat tarqatish shirkati hamkorlik buzurg'alar sungan cho'ng san'at programmasi, Abida Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish musobaqasi. Rahmat, men unutdim. Albatta, mahirlarimiz qatma-qat tanlashlarni tuzib o'tib, mana bugun har bir guruhning chempionlari o'zining bayrog'ini egiz ko'tarib, hal qilg'ish musobaqamizga qadam qo'ydi. İkinci qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan mahirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan mahirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishayotgan Şinjan Kamron savdo cheklanish shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqatlaydi. Bugun Ipak yo'li sadosi programmasiniki eng oxirgi hal qilish musobaqasi boshlanishga oldida turibdi. Biz Şinjan Kamron savdo cheklanish shirkatiga ishchi xizmatchilar nomidan birinchi daraja mukofotga noil bo'lmoqchi bo'lgan mayirga zo'r utuqlarni tilaymiz. İkinci darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Zodazi va Miyun sharifda ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biopan texnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqatlaydi. Ipak yo'li sadosiniki hal qilg'ish musobaqasi bo'lish oldida turibdi. Bugungi musobaqani qatnashgan mahirlarga Abida shirkati nomidan yaxshi utuqlarni qo'lga keltirishini chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Üçüncü darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Şinjan Ipar biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqatlaydi. Men Şinjan Ipar biotexnologiya taraqqiyot cheklanish shirkati nomidan har qaysi mahirlarga va ko'rmanlarga salom yo'layman. Hozir Ipak yo'li sadosi programmasi hal qilish musobaqasi boshlanish olib turibdi. Shu munosabat bilan Ipar biotexnologiyasi har qaysi mahirlarga omad tilaydi. 4-chi darajaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqlar korxonasi Şinjan Mo'tmar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tarqatlaydi. Bugun Ipak yo'li sadosi programmasining eng oxirgi hal qilish bosqichiga kirdi. Men Şinjan Mo'tmar xalqaro savdo cheklanish shirkati Eksan kiyimchiligi nomidan har bir mahirga zo'r utuqlarni tilayman. Unda bo'lsa, oldi bilan bilet taşlaydigini bo'lsa, bizning baholag'uchi ustozlar guruhi bo'lib, baholag'uchi ustozlarning bilet tashlash usuli bo'lsa, ya'ni o'z qo'lingizdagi shu biletning ustida o'zingiz yoqtirgan mahirning ismi bor. Shu mahirga belgi urish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Bugungi 1-nomerlik mahirimiz bo'lsa, Komil Jilil. 2-nomerlik mahirimiz bo'lsa, Mehmetjon Ahmet. 3-nomerlik mahirimiz bo'lsa, Gulbanom Erkin. 4-nomerlik mahirimiz bo'lsa, Akbar Ahmed Ziba. Xo'sh, undaq bo'lsa, ustozlar, tayyorliqinglar bitgan bo'lsa, bilet tashlash boshlandi. Baholag'uchilar guruhisidagi ustozlar o'zi yoqtirgan mahirga biletini tashlab bo'ldi. Endi navbat bo'lsa, bizning xalq vakillariga keldi. Qanday bo'lsa, xalq vakillarining bilet tashlash uslubi bo'lsa, ya'ni o'zi yoqtirgan shu mahirning rad nomerini tizginakka kirgizish orqali ularga bilet tashlaydi. Agar siz bugungi 1-nomerlik mahirimiz Komil Jililga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 1 nomerni bosasiz. Agar siz ikkinchi mahirimiz
Mehmetcan Ahmet'e bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 2 knopkasini bossasiz. Agar siz bugungi 3-chi mohirimiz bo'lgan Gulbanom Erkinga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 3 numarni bossasiz. Agar siz 4-numurliq mohirimiz Akbar Ahmad Ziboga bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 4-numarni besish orqali uning bilet tashlasangiz bo'ladi. Mohirlarga bilet tashlash boshlandi. Bilet tashlash oxirlashdi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Mana baholug'uchilar gruppasidagi ustozlar o'zining biletini tashlab oldi. Shundaqla xalq vakillarimi o'zi yoqtirgan mohirga bilet tashlab oldi. Undaq bo'lsa, biz bugungi mushu bilet tashlashning natijasini Şinjan hukumat guvohlik o'rnidagi Aynur Tursun xonim bilan Dildor Erkin xonimning jamlab chiqishiga topshiramiz. Qani, marhamat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, birinchi aylanmadagi eng oxirgi natija chiqib bo'lgan orliqda biz bugungi bo'lsan programmamizga aziz mehmonimizni yana bir taklif qildik. U bo'lsa, ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining birinchi aylanmasida bir naqsi bilan xalqning qizg'in olqishiga erishgan Jalol Alvar. Kimlar bilan bu kechida yolg'izligim yolg'iz qilib shu kechiga to'kkan derdim. Kimlar bilan bu kechida yolg'izligim yolg'iz qilib shu kechiga to'kkan derdim. Derdimni hey kecha qalay yolg'iz men ololmasam derdim olg'in jonim. Derdimni hey kecha qalay yolg'iz men ololmasam derdim olg'in jonim. Yalğızlığım tapalmay seni. Kıynımığım hey gece bunçılar beni çandırdı yalğızlığım tapalmay seni. Yalğız koyup kettin bu sen gelmez ki emni feryat durup kalsam mı biler kim bunu. Yalğız kılıp bu keçide küneler ben gariplikte yalğız kılıp öteler ben yalğız kılıp bu keçide küneler ben gariplikte yalğız kılıp öteler ben yalğız kılıp ötsem ben şu bu küllerde teşna
Teşnalıkta məngü kütelermen mu? Teşnalıkta məngü kütelermen mu? Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. Birinchi aylanma musobaqamizning natijasi chiqib bo'ldi. Undaq bo'lsa, oldi bilan biz 4 chempionni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, alqishlarimiz bilan. Biz jamlanib bo'lgan nomerni, ya'ni Xinjiang hukumat guvohlik o'rnidagi Dildor Erkin xonimning ochiq berishiga taklif qilamiz. Qani. Birinchi aylanmaning natijasi baholag'uchi ustozlar tashlagan bilet 50%. Shundaqla xalq vakillari tashlagan bilet 50%ni egallaydi. Natijasi tuvandikicha. Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ishki qismining surkilishdan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zsiz. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmuşdumu, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsitim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asonet badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l maqsadlari yumron badaningizni qo'g'dab harg'inligingizni chiqarib, yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Güzelliginizde kem bolsa bolmaydigan amillarning biri Golden Rose krem buyumlar. Onu özünüzge emrah kılsınız, jalibkorligingizning texmi jilvalanib, özünüzge bo'lgan ishonchinizning texmi oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsulot. Faqat Golden Rose bilan güzelligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlar. Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Touri to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishiga e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan kozur programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Jasoratlik bo'ling. Obida vitaminli quvvat ichimlik. Birinchi nomerlik mahirimiz Kamil Jililning erishgan natijasi 34,34. Muborak bo'lsin. İkinci nomerlik mahirimiz Mehmetcan Ahmetning erishgan natijasi 21,93. Muborak olsun. Üçüncü nomerlik mahirimiz Gülbanım Erkin'nin erişken neticesi 11,35. Muborak olsun. Dördüncü nomerlik mahirimiz Ekber Ahmet Zıban'ın erişken neticesi 32,33. Shunda qilib, bugungi birinchi aylanma musobaqamizda eng yuqori natijaga erishgan mahirimiz bo'lsa, Kamil Jilil. Kamil Jilil birinchi aylanma musobaqada eng yuqori natijaga erishganligi uchun 3-aylanma, ya'ni
bu qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining hal qilg'uch musobaqasining chempionligini talashish aylanmasiga bevosita qadam bosadi. Albatta, ikkinchi va uchinchi o'ringa tizilgan mahirlarimiz bo'lsa, ikkinchi o'ringa tizilgan mahirimiz Akbar Ahmad Ziba. Üçüncü o'ringa tizilgan mahirimiz bo'lsa Mehmetcan Ahmet. Ular ikkinchi bosqichliq musobaqamizga qatnashadi. Xo'sh, undaq bo'lsa, qani uchaylan aramag'ashtiraylik. Muborak bo'lsin degan so'zni ishlatgan bor. Nemishqa? Chunki bugungi kamligimiz undaq oson emas. Shundaq-ku. Meningcha bo'lgan vaqtida siz dal ana o'sha o'zingizning gruppasidagi shu mahirlarning orzu armonlarini ko'tarib, dal mana shu sahnada paydo bo'ldingiz. Shundaqla o'zingizning shu orzusi bo'yicha naqshlaringizni o'rindadingiz. Shundaqmi? Undaq bo'lsa, endi sizning yurak so'zingizni bir olib o'taylik. Qani. Bugungi natijadan rost gap qilsam, men intayin rozi. Men mush bosqichga kelib, mush sahnaga chiqib, o'zimning yoqtirgan naqshlarni aytib olganligimda men intayin xo'sh. Mushning o'zi kifoya. Biz bu to'rtaylan bugun bu sahnada men bayan oldida deb o'tgandek, bu menga nisbatan bir musobaqa emas, faqat bir kechilik xolos. To'rtimiz xuddi mush sahnaning bugun mush to'rt bujukiga o'xshaymiz. Ashta qo'ylayman. Qaysimiz kam bo'lib qolsak, bu sahna mukammal bo'lmaydi. Shunga men to'rtinchi bo'g'inimga hargiz o'kilmayman, shundoq rozi bugungi natijamdan. Hamda qolgan 3 mayirg'imi teximiz zo'r utuqlarni tilayman. Mush banada meni hozir jibiq cho'nqib o'stirgan ota-onamning tatgan jafosiga rahmatimni bildiraman. Hamda meni qo'llab kelayotgan urug' tuqqanlarim, do'st birodarlarim, ham shundaqla bizning barliq guruhidagi menga madad berib kelayotgan yaqin al og'inlarimga, jumladan eng suyimlik bizning muallim Adila muallimga, hamda qolgan 3 ustozga chin yuragimdan teninglarning salomat bo'lishini, ishlaringlarning texmi utuqliq bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Undaq bo'lsa, qani qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi 4-chi darajaga tizilgan Gulbanimga yana bir olqishlarimizni yoritib o'taylik. Rahmat. Albatta bugungi 4-chi bo'lgan mahirimiz Gulbanim Erkinning mushu mukofot buyumi va mukofot lo'nqisini taqishga biz Ipak yo'li sadasi programmasining bosh film ishlaguvchisi, shundaqla Bug'ra madaniyat tarqitish shirkatining direktori Ahmadjon Xilil apandini taklif qilamiz. Qani, olqishlarimiz bilan. Gulbanim Erkinning erishgan natijasi intayin yaxshi bo'ldi. Amaliyotda bugun erishgan shu meningcha bo'losingizmi intayin shu ko'rgan bo'ldik deyman. Mana mashinaning oshib qanday tasib mashinaning ishini hadi. Amaliyotda bugun Gulbanim Erkinning yana 4-chi darajaga tizilgan bu mahirimizning mukofot o'yin bo'lsa, ya'ni intayin nafs yasalgan mukofot lo'nqisidan boshqa, sharaf guvohnomasidan boshqa yana Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tabar xalqaro savdo shirkati ta'minlagan 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan mukofotlandi. Qabul qiling. Xo'sh, undaq bo'lsa bizning bosh film ishlaguvchimiz shundaqla Bug'ra madaniyat tarqitish shirkatining direktori Ahmadjon Xilil afandining qanday so'zlari bor? Alaba qayli. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar, kelgan qadamlarga marhaba. Bu bir yarim yil vaqtning oldikenda biz Xinjiang televiziya stansiyasi va Xinjiang Xuyi madaniyat tarqitish shirkati bilan intayin yaxshi hamkorlashib kelyapmiz. Men shu munosabat bilan Xinjiang televiziya stansiyasi va Xinjiang Xuyi madaniyat tarqitish shirkatiga alohida rahmatimni bildiraman. Bundan keyin yana Xinjiang televiziya stansiyasi bilan shunday yaxshi hamkorlashni xohlaymiz. Men eng oxirida bizni haqiqiy turda qo'llayotgan xalqimizga alohida rahmat aytaman. Mehmonlarga rahmat. Rahmat ustoz. Qani, marhamat. Xo'sh, undaq bo'lsa Gulbanim, o'zingizning qaltis bo'lgan mukofotlaringizni ilib, natijangizni ilib, mevangizni ilib, ustozlar bilan xo'shlashing. Qani, marhamat. Yaraysiz Gulbanim Erkin. Siz qoching sanimi bilan qog'liq tog' mashribini to'liq hissiyotli jo'shqin holda o'rinlab berdingiz. Bu naqshlarni aytish hargizmi oson emas. Shundaqla mushu natijaga erishishmi oson emas. Sizning yangroq, jo'shqin, odamni ruhlantirib o'tadigan ovozingiz mangu yangrab tursin. Sizga rahmat, sizga muborak bo'lsin.
İpek Yolu Sadası programmasının hal qilg'uch bosqichining birinchi aylanmasi oxirlashdi. Endi biz ikkinchi aylanmamizni boshlashdan burun bugungi bu programmamizga alohida taklif bilan qatnashgan yana bir aziz mehmonimizni sahnamizga taklif qilamiz. U bo'lsa ikkinchi qarorliq İpek Yolu Sadası programmasidagi Hanzu qarindoshimiz Wang Chao. Tunji ko'rgan men seni güzel bahar faslida unutamadım men seni kuygankan men aslida tunji ko'rgan men seni güzel bahar faslida unutamadım men seni kuygankan men aslida kahi paydo bo'lsan kahi g'oyib bo'lasan kahi beki noz bilan ma qarab gulsan kahi paydo bo'lsan kahi g'oyib bo'lasan kahi beki noz bilan ma qarab gulsan bilamadim sirini kimga berdim mehrini meni qildim sarsona ko'rsatib gul chehrini bilamadim sirini kimga berdim mehrini meni qildim sarsona ko'rsatib gul chehrini qalbim ajab igona o'zimizdan paslada shaydanmisan farishta zotin nima aslida qalbim ajab igona o'zimizdan paslada shaydanmisan farishta zotin nima aslida bilamadim sirini kimga berdim mehrini meni qildim sarsona ko'rsatib gul chehrini qaldim ajab igona o'zimizdan paslada shaydanmisan farishta zotin nima aslida qaldim ajab igona o'zimizdan paslada shaydanmisan farishta zotin nima aslida zotin nima aslida zotin nima aslida Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi ikkinchi qarorliq İpek Yolu Sadası programmasining hal qilg'uch bosqichining ikkinchi aylanma musobaqasini elib boramiz. Endi sahnamizda mahorat ko'rsatadigan mahirimiz bo'lsa, bugungi ikkinchi nomerlik mahirimiz Abdulla sahnasining chempioni Mehmetcan Ahmet. Söygendim burunla
men seni dildim İlham öşmedi şutluk bırak Söygendim borullar men seni dildim İlham öşmedi şutluk bırak Pervamı kılmedi Miskün könglimge Başkanın kalbige yandurup çırak Pervamı kılmedin Miskin könglimge Başkanın kalbige yandurup çırak Örtendim yaş döküp icran utunda Yüreğim ezildi oldu lahtıqa Örtendim yaş döküp icran utunda Yüreğim ezildi oldu lahtıqa Sarındın tağlarımı geldiler sigen Yanıla pervasız yürüdün sen canan Sarındın tağlarımı geldiler sigen Yanıla pervasız yürüdün sen canan Sevem bu gönlüm tulumu yerim İşkında ürtünüp kıynaldı cinim Şu sevem bu gönlüm tulumu yerim İşkında ürtünüp kıynaldı cinim Muhabbet kuchisi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda sana uvalim Muhabbet kuchisi yoki shundaqmi kelmasmi hayotda sana uvalim Gelmez mu hayatta sana Nachar havo rayi sharoitida siliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz Modigrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zlisin. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 5 9 75 75.
Güzelliginizde kem bolsa bolmaydigan amillarning biri Golden Rose krem buyumlar. Onu özünüzge emrah kılsınız, jalibgarligingizning texilli jilvigini, özünüzge bolgan ishonchinizning texilli aşqanligini his qilasiz. Türkiye'nin katta mahsulot. Faqat Golden Rose bilan güzelligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday güzellerden kam emas. Golden Rose krem buyumlar. Bir xil esil tam, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari. Bir xil esil tam, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka Galdroş, kasbiy marka loyihalash, shirkat karxon qurish, buğaltırlıq maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marka işleri bölümü marka ishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Sektimizin maharet gösterdiğin mahirimiz bolsa Ekber Ahmet Ziba. Cahan Rana bir içide bilimdek bir güzel yar yok. Bilimdin özgü tutkan yar bulur uga ida bar yok. Kırıp nefsini keyniga bilimdin özgü yar tutsan bişinga kelsi bir kunlar çiçakda sen kebi kar yok. Haragat bilimdin özgü yar tutma, bilağat izlesem asla. Bilimdin özgü yar tutma, senin kadrini saklaşta. Bilimdeki yaxşı hemkar yok. Kara kaşlı tulun ayla sana neçe gün hemrah. Eğer sen buldun ayrılsa şu an taşlaydı hiç arıyor. Duman kılma kaçan baktın geçer gelmem. Kayan kılma belekli hem kaçan baktın geçer gelmem. Bugün bay
gaday yok belki qarzdor yok bugün boy ötsendek hiç gaday yok belki qarzdor yok Xo'sh, undaq bo'lsa, oldi bilan bilet tashlaydig'ini bizning baholug'chilar guruhisidagi ustozlar bo'lib, bilet tashlash usuli oldingi aylanmaga o'xshash. Yana siz o'zingiz yoqtirgan shu mahirning yiniga belgi urish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Qani, undaq bo'lsa, bugungi ikkinchi aylanmadagi ikki mahirimiz bo'lsa, ikkinchi nomerlik mahirimiz Mehmetcan Ahmet. Yana bir mahirimiz bo'lsa, 4-chi nomerlik mahirimiz Akbar Ahmet Ziba. Undaq bo'lsa, ustozlar, bilet tashlash boshlandi. Endi navbat xalq vakillariga keldi. Esingizda bo'lsin. Agar siz bugungi 2-chi nomerlik mahirimiz Mehmetcan Ahmetni qo'llamoqchi bo'lsangiz yoki bilet tashlamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 2 raqamini besish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Agar siz bugungi 4-chi nomerlik mahirimiz Akbar Ahmet Zibani qo'llamoqchi bo'lsangiz, tizginak ustidagi 4-chi nomerlik knopkani besish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. Ona qolsa endi biz guvohlik o'rnidagi xodimlarning eng oxirgi natijani jamlab chiqishga taklif qilamiz. Bu ikki makirimizning natijasi chiqib bo'lmoqchi bo'lgan orliqda biz yana bir aziz mehmonimizni saktimizga taklif qilamiz. U bo'lsa-mu Yipak yo'li sadosi programmasining qiziq nuqtaga aylangan mahiri Qaysar Dalay. Qanshama jandar o'tkenini qayg'irdi, qanshama jandar suyib turib ayrildi, qanshama jandar shim baqitning qadrin o'kinishdi kesh sezinib shay bildi. O'kbilim taqdirga tatti kundir aldimda, armon bir kun yetkazir tek talpina ber alga, berilmay astim munga bo'yimda kushim barda, shasqam batqa shasima tek qo'lchuna ber alga. Meyli tang eng so'nggi ret nasada, meyli qatal taqdiring jillasada, qayta turib shuguruga mindetdisin, o'mishingdan qancha ret qulasada. O'kbilim taqdirga tatti kun der aldimda, armon bir kun yetkazir tek talpina ber alga, berilmay astim munga bo'yimda kushim barda,
ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi darajaga erishgan makirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-chi darajaga erishgan makirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron savdo chek shirkati 120 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida Biotexnik taraqqiyot shirkati 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatayotgan Xinjiang Ipar Biotexnologiyasi 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. To'rtinchi darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang O'zbek xalqaro savdo shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Programmamiz bilan 2015-yili tantanlik bozorga selingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Xo'sh, undaq bo'lsa, endi biz guvohlik bergichi xodimlarni, ya'ni natijani ochib berishga taklif qilamiz. Qani. İkinci aylanma musobaqamizning natijasi tuvandiki. Nachar havo rayi sharoitida musliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ichki qismining surkilishidan zaxmlanishining oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Moligrin siliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Moligrin siliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zsiz. Haqiqiy import qilingan siliqlash mayi Moligrin. Telefon 13 Bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari. Bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Haj Baba pashmatlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intoyin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Haj Baba pashmatlari. Uzun yıllık sahne hayatımda sarxil obrazlarını canlandırıp çırak nur astidagi qiziq nuqtaga aylandim. Real turmuşdumu, ishonch bilan chaqnab yashash mening o'zgarmas prinsitim. Bularni o'rinday olishimda albatta mening maxfiy sirim bor. Asonet badan yuz suyuqligining tabiiy atridi va mo'l mag'zabtiri yumron badaningizni qo'g'dab harg'inligingizni chiqarib yep-yangi rangdor hayotiy kuch ato qildi. Ishonaman, bu bizning o'rtaq sirimizga aylandi. Güzelligingizni kam bo'lsa bo'lmaydigan omillarning biri Golden Rose krem buyumlar. Uni o'zingizga amroq qilsangiz, jalbkorligingizning texmi jilvini, o'zingizga bo'lgan ishonchingizning texmi oshqonligini his qilasiz. Turkiyaning katta mahsuloti. Faqat Golden Rose bilan go'zalligingizni oshirsanizlar, siz hech qanday go'zallardan kam emas. Golden Rose krem buyumlar. Karvan marka işleri. Karvan marka işleri bölümü marka engaldırış, kasbiy marka loyihalash, şirket karxan qurish, buğaltırlıq maslahatchilik qatorliq mulozimatlarni bajardi va har qaysi yerlardan vakolatchi qabul qildi. Karvan marka işleri bölümü marka ishlaringizdagi eng ishonchli o'rin bo'lib qolgusi. Aloqalash telefon nomeri 400 600 1055. Hey! Talant sizde. Yesil tem, Abida olma ve limon temlik soda suyu. Ahmet, erişken neticesi 32,47. Ekber Ahmet Zıban'ın erişken neticesi 67,53. Mübarek olsun, mübarek olsun. Qani undaq bo'lsa, Akbar Ahmed Ziba keyingi bosqichga tayyorlik qiling. Qani, marhamat. Undaq bo'lsa, qizg'in olqishlarimiz bilan Mehmetjon Ahmedga yog'irtaylik. Qani. Xo'sh, undaq bo'lsa, Mehmetjon apandi.
Hozir deydigan qanday yurak so'zlaringiz bor? Hozir deydigan yurak so'zim boshda Uf, oxirdigida. Mushu fursat bilan men o'zimning ko'nglimdagi 4 odamga rahmatimni yetkazolay. Birinchidan, mening mushu natijalarimning sohibi bo'lgan ustozim Abdulla Abdurim akamga chin yuragimdan o'tliq salom va oliy ehtirom, rahmat. Yana shundoqla meni boshdan oxirigacha qo'llab kelayotgan, menga jiq yordamdan qilgan mening oldidagi ustozim Sherzod Kamga, shundoqla yurtdoshim Akbar Erkinga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, rahmat. Yana shundoqla meni qo'llab-quvvatlab kelayotgan ota-onam, shundoqla japalan chekayotgan mening suyimli rafiqam. Shularga ko'pdan ko'p rahmat. Meni xizmat jihatdan shundoqla ma'naviy shundoqla iqtisod jihatdan qo'llab kelayotgan Anvar Muhammad apandimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman, rahmat sizlarga. Albatta, Mehmetcan Ahmet bugungi, ya'ni 2-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'ish bosqichida 3-darajaga erishdi. Muborak bo'lsin. Albatta, biz 3-darajaga erishgan bu muhokirimizning mukofot lo'nqisi shundaqla mukofot bo'yimini tarqitishga birinchi avtomobil Toyota shirkati Shinjang Setish rayonining direktori Li Tao apandini taklif qilamiz. Yo'ching, qani alqishlarimiz bilan. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Albatta, bugungi 3-darajaga erishgan muhokirimiz Kayvanda. 3-darajaga erishgan muhokirimiz sharaf guvohnomasi shundaqla intayin nafsga solgan mukofot lo'nqisidan boshqa yana har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Shinjang Ifar biotexnologiyasi ta'minlagan 80 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobilga erishdi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. 谢谢李先生。你是我们丝绸之路好声音节目的每一个奇迹的见证者，所以我想听一下您此时此刻的心情。我是一汽丰田西北大区李涛，非常荣幸吧，今天我能代表一汽丰田站在这个舞台上和参加这个丝绸之路好声音这个节目，同时呢我也祝贺这个我们的选手在今天这个舞台上荣耀绽放，取得优异的成绩。祝愿吧，我们一汽丰田和这个丝绸之路好声音未来的合作会更加愉快。也希望大家能见证我们一汽丰田在新疆地区的一个快速发展。然后最后祝愿大家多多支持我们一汽丰田，谢谢大家。好，谢谢李先生，我们也特别感谢您对我们节目的一直的关注和一直的帮助。好，谢谢，请您休息一下，谢谢，来。Qiynoqda qolsa, hamda eng qizg'in olqishlarimiz bilan bugungi 3-darajaga erishgan muhokirimiz Mehmetcan Ahmetni uzatib qo'yamiz. Qani, olqishlarimiz bilan. Qani. To'rliq esil ovozingizga biz qoyil. Shundaqla bugungi g'alabangizga muborak bo'lsin. Oyog'imizda uzoq yo'llar, yangi natijalar bizni kutib turadi. Sizning sahnimizda yangratgan esil naqshlaringiz tomoshabinlar qalbida saqlanadi. Sizning yangi naqshlaringizni davomli xalqimizga taqdim qilib turishingizni umid qilamiz. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana 2-aylanma musobaqamiz oxirlashdi. Albatta, Ipak yo'li sadosi programmasida o'zining qaltis ifodasi bilan xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan nurg'unlagan mohirlarimiz bor. Bugungi 2-qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining dal mana shu hal qilg'ish bosqichida biz dal ana shu munavvar bo'lgan mohirlarimizga sharaf guvohnomasi taqdimiz. U mohirlarimiz bo'lsa Wang Chao, Qaysar Dalay, Bekroz, To'rg'unja Masalay, Imom Ali, Qurbon Ali, Aynur Sirojiddin, Ro'zi Saylan qizi, Kamila, Mardan Turg'un. Qani, saktimizga marhamat. Qiynoqda qolsa qizg'in olqishlarimiz bilan munavvar mohirlarimizga. Albatta, sizlarning sharaf guvohnomalarini biz bugungi aziz mehmonlarimizdan Shinjang san'at yurti naqshi usul o'mikining boshlig'i davlatlik 1-darajalik muzikant Anvar Samat apandi. Shundaqla Shinjang san'at yurti kuy siyar orkestrining muavin boshlig'i davlatlik 1-darajalik dirijor Abdurahmon Oyib ustoz. Shundaqla yana Shinjang muzikantlar jamiyatining doimlik muavin raisi bosh kotibi Tongji Shang apandi. Shundaqla yana Shinjang san'at yurti milliy muzika o'mikining boshlig'i Baxtiyor Abduvoyid apandilarni sizlarga sharaf guvohnomasi taqishga taklif qilamiz. Qani ustozlar, saktimizga marhamat.
Bugungi Munavvar mukofotga erishgan shundoqla Munavvar sharaf guvohnomasiga erishgan makirlarimiz sharaf guvohnomasiga erishgandan boshqa yana qutlon telefonlar bilan mukofotlandi. Muborak bo'lsin, muborak bo'lsin. Qani alqishlarimiz bilan. Undaq bo'lsa, endi biz ustozlarimizdan Tongjishang apandini shu vakil bo'lib so'zlab berishga taklif qilamiz. Qani, ustoz. Hurmatli ko'rgichilar, hurmatli tomoshabinlar, yaxshimisizlar? Chin ko'nglim bilan shu mukofotga ilingan bizningki naqshchilarimizga muboraklayman. Andan keyin naqshini anglab 20 yil bo'ldi, shu Ipak yo'li sadosi degan naqsh musobaqasini ko'rib 20 yil bo'ldi. Jiq naqshlarni angladim, xushal bo'ldim, xursand bo'ldim, yana hayajonlanib ketdim. O'zim bu Ipak yo'li sadosi degan bu naqsh musobaqasi nihoyat yaxshi bo'ldi. Naqsh bu men shu naqshlarni anglagandan keyin xuddi men kichik vaqtimdagi g'o'lja shu o'stan bo'yida cho'milayotgan, vallahi o'ynaydigan shu do'stlarimni ko'z oldimga keldi. Do'stlarim keldi, yaxshi bo'ldi. Andan keyin bu yaxshi bo'lgani biz shu naqshlarniki naqshda nurg'unlagan ijod qilgan xalqimizni suyadigan, vatanimizni suyadigan shu baxtli turmushimizni suyadigan naqshlarni angladik. Men Xinjiang Uyg'ur avtonomiyalik muzikantlar jamiyati vakolidan shu naqshlarga yana rahmat etaman, muboraklayman. Endi ilib berilmoqchi bo'lgani bo'lsa, ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasi hal qilg'uch bosqichining 3-aylanma musobaqasi. Oldi bilan sahnimizda mahorat ko'rsatmoqchi bo'lgani bo'lsa, 1-nomerlik mahirimiz Nur sahnasining chempioni Komil Jilov. El cahanni kesip yürür mübarek ismin milyonlagan halklarının türüde abi hayat işken mu cismi büyük aliye büyük şair Yusuf şair digen sana okşaş uzak yaşamdı ming yıllardan tamam diyen tadı aşamdı faziletke kamaletke sendek tuşamdı ey büyük aliye büyük şair Yusuf Hasace
paslimiz Göz açmakta hürbektimiz İcab paslimiz Büyük olayım, büyük sayım Yusuf Hasacı Göz açmakta hürbektimiz İcat paslimiz Büyük aviye, büyük sayer Yusuf Hasacı Büyük aviye, büyük sayer Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Endi sektimizda mahoratini ko'rsatadigan makirimiz bo'lsa, bugungi 4-nomerlik makirimiz. Shundaqla, Al Rayi guruhining chempioni Akbar Ahmad Ziba. Yürekler cem oldu bugün Perva kılmay cudunlağa Şuna hemme eytidun akşa Bu alemni pürkep baharga Kırındaşlık mikrde bakı Elge melhem hemmedet karbiz Sevgimizde yaşaymiz kıyam Senetkar biz senetkar biz Derinlaşlık mikrde bakit Elge melhem hemmedetkar biz Sevgimizde yaşaymiz kıyam Senetkar biz senetkar biz Gayemiz bir Nişanımız bir El-Gîm'de bir karvanımız Ahimiz bir Armanımız bir Senetkar biz senetkar biz Beni ablasqa külde tüyimiz Közlep daim elnin bəxtini Görüp daim elnin tüyige Közlep daim elnin bəxtini Gayemiz bir, nişanımız bir El-Gîm'de bir karvanımız Ahimiz bir, armanımız bir Senetkar biz Gayemiz bir, ayşanımız bir El-Gîm'de bir karvanımız Ahimiz bir,
İkinci qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasida 1-2, 3, 4 darajaga erishgan makirlarimiz katta bo'lgan mukofotlar bilan mukofotlangan bo'lib, 1-darajaga erishgan makirimizni Kamron buvoqlar mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Xinjiang Kamron savdo chekish shirkati 120 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. İkinci darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, diyorimiz ichimlik sohasida o'z oldiga Abida Soda suvi va meva sharbatini ishlab chiqarayotgan Xinjiang Abida biotexnik taraqqiyot chekish shirkati 100 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Üçüncü darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, har millat xalqining sog'lomligi va go'zalligi uchun tirishchilik ko'rsatgan Xinjiang Ixbar biotexnologiyasi 80 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. To'rtinchi darajaga erishgan makirimizni bo'lsa, Uyg'ur kiyim-kechak sohasidagi Bayroqtar korxona Xinjiang Mo'tbar xalqaro savdo chekish shirkati Eksan kiyimchiligi 60 ming yuan qiymatidagi Toyota markali avtomobil bilan tartiblaydi. Programmamiz bilan 2015-yilda tantanlik bozorga selingan Ravi 4 avtomobili alohida hamkorlashgan. Undaq bo'lsa, endi biz bilet tashlashni boshlaymiz. Oldi bilan baholug'uchilar gruppasidagi ustozlar o'zi yoqtirgan shu mohirga belgi urish orqali ularga bilet tashlaydi. Albatta, bizning bugungi 1-nomerlik mohirimiz bo'lsa, Komil Jilil. 4-nomerlik mohirimiz bo'lsa, Akbar Ahmad Ziba. Xo'sh, ustozlar, undaq bo'lsa, bilet tashlash boshlandi. Aldı bilan 1-2 rəqəmli ustozlar bilet tashlasanlar bo'ladi. Baholug'uchi ustozlar guruhi o'zining biletini yoqtirgan mohirga tashlab oldi. Endi navbat xalq vakillariga keldi. Undaq bo'lsa, xalq vakillari bilet tashlashda agar siz Komil Jililni qo'llamoqchi bo'lsangiz, tizginakdagi bir knopkasini besish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Agar siz Akbar Ahmad Zibani qo'llamoqchi bo'lsangiz, tizginakdagi 4 knopkani besish orqali uningga bilet tashlasangiz bo'ladi. Bilet tashlash boshlandi. Üçüncü aylanmadaki bilet tashlash oxirlish bo'ldi. Undaq bo'lsa, endi biz guvohlik berguchi xodimlarni nomerni jamlab chiqishga taklif qilamiz. Undaq bo'lsa, eng oxirgi natija e'lon qilinishgacha bo'lgan orliqda biz yana bir aziz mehmonimizni sahnimizga taklif qilamiz. U bo'lsa, oldingi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasining chempioni, Abdulla sahnasining chempioni Yusufjon Bejit. Qani, sahnimizga marhamat. Ko'raklisun gullerini zelni deb tergen Siz devrning so'g'itsiz bizlarga bergen Töpkarlar ecrinizden yurdi dünya Köydiniz biz üçün bulup şam çirak duyar
Salam tüpkar Salam tüpkar Sizge mengü dildin öçmez hürmetimiz var Basqan her bir zinizga bizler qirizdar Siz milletning türigisiz salam tüpkar Elbin sizge yağar medet to'xtamas alqish Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var Salam tüpkar Salam tüpkar Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var Yine örlen teningizge saqliq yar bulsun Saqliq yar bulsun Pervaziniz evciga dillay tuzar Chehringizde daim parlap tursun tebessüm Siz bar bulgaç biz yaşaymiz yüreğimiz tom Salam tüpkar Salam tüpkar Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var Salam tüpkar Salam tüpkar Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var Sizge mengü dilden öçmez hürmetimiz var Yipek Yolu Sadası programmasi yo'lga qo'yilgandan keyin nurg'unlagan naqshi aytish qobiliyati engtan yuqori bo'lgan. Shundaqla naqshi aytishga engtan yerisman bo'lgan kishilarni engtan qaltis bo'lgan sakna bilan ta'minlab keldi. Albatta, Yipek Yolu Sadası programmasiga o'xshash bo'lgan bir qator programmalar Xinjiang televiziya stansiyasida yo'lga qo'yilgandan keyin har millat xalqining qizg'in olqishiga erishib keldi. Bu tarafda Xuyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati yangilik yaratish orqali o'zining iqtidorini namoyon qilib, amaliy kuchi bor bo'lgan puhraviy korxonalar bilan hamkorlashib, birlikda nodir bo'lgan programmalarni ishlab, xalqning huzuriga sundi. 2012-yili Markaz Avtonom rayonlik partkom va xalq hukumatining yo'l yo'riq ro'yini yaxshi amaliylashtirish uchun chegara sirtidagi kino televiziya asarlarining Xinjiangdagi osonlik millatlarga ko'rsatgan ta'siri va O'rta Osiyo kino televiziya asarlarining chegara xalqiga millatlarga ko'rsatgan ta'siri qatorliq ikki tekshirish dokladini tasdiqladi. Markaz Avtonom rayonlik partkom va xalq hukumatining yo'l yo'riq ro'yini yaxshi amaliylashtirish uchun Xinjiang televiziya stansiyasi osonlik millatlar tili kino televiziya asarlarini taraqqiy qildirish rahbarlik guruhi millicha kino teatr ishxonasini ta'sis qildi.
İstansiya başlığı Yang Hongshin Efendi, grup başlığı, muavin İstansiya başlığı Ömercan Muhammedi Efendi, muavin grup başlığı ve Millicha Kino Teatri ishxonasining mudirlik vazifasini o'z ichiga oldi. Yuqori darajalik mas'ul tashviqot tarmoqlaridagi rahbarlarning zo'r kuch bilan qo'llashi ostida Xinjiang televiziya stansiyasi osonlik millatlar tilidagi programmalarni zo'r kuch bilan taraqqiy qildirishni istansiya boshlig'i qurilish qilib bekitib, oldi bilan yo'lga qo'yib, har xil tilda tashviq qilish kuchini biriktirib, jamoat fikri yetakchiligi va programma ishlash iqtidori, tuzilma mexanizmida yangilik yaratish, bozorlashtirish tadqiqotida bo'sish xarakterlik islohot ilib berib, ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Shundaqla, yaqinqi yillardan buyon Xinjiang televiziya stansiyasi zamonaviy madaniyatni yetakchi qilib, programmada yangilik yaratish orqali o'z iqtidorini namoyon qildi. Shundaqla, madaniyat ta'sir kuchi zo'r darajada yuqori ko'tarildi. Xalq ommasining kun sari yashayotgan ma'naviy madaniyat jihatiga ehtiyojini qondirish uchun bozor tekshirish va tadqiq qilish orqali Millicha Kino Teatri ishxonasi programmani bozorlashtirish va yurishtirishdagi muvaffaqiyatli tajribalari asosida Xinjiang televiziya stansiyasi umumiy mablag'ni pay qilib qo'shgan Xinjiang Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkatini qurib chiqdi. Shirkat qurilgan amon film ishlash bilan qo'yishni ayirish taraqqiyot yo'lini tiklab, turli boylik manbalari televiziyasini a'lolashtirib, amaliy kuchi bor bo'lgan kino televiziya programmalarini planlab yo'l qo'ydi. Ular Uyg'ur tilidagi cho'ng tipdagi universal san'at programmasi bo'lgan Ipak yo'li sadasi programmasi. O'qish bitirgan studentlarga xizmat fursati yaratib berishni asos qilgan mulozimat turidagi programma Istiqbol sahnasi programmasi. Shundaqla asabiylikni tugatishni tashviq qilib, moda turmush mulozimati asos qilingan Go'zallik sizlar programmasi. Sog'lom yemak-ichmak odati tashviq qilingan Echil dasturxoni programmasi. Shundaqla yana cho'ng tipdagi jamoat farovonlik universal san'at programmasi bo'lgan Sherin tush programmasi. Cho'ng tipdagi talantlilar naq maydonda mahorat ko'rsatadigan sahna, talant sahnasi programmasi. Qozoq tilidagi cho'ng tipdagi talantlilarni tanlash programmasi bo'lgan Kumuskanay qatorliq programmalarni o'z ichiga oladi. Albatta, dal mana shu programmalarda Ipak yo'li sadasi programmasi, talant sahnasi programmasi, Kumuskanay qatorliq programmalar rayonimizdagi xalq ommasi eng yoqtirib qo'llashadigan programmaga aylandi. Mushu asosda Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati orqa-orqadan 2015-yillik Xinjiang televiziya stansiyasi bahor bayrami san'at kechiligi, 2016-yillik Xinjiang televiziya stansiyasi bahor bayrami san'at kechiligi, tunji navbatlik Xinjiang televiziya etot musobaqasi, 2015-yillik Xinjiang televiziya etot musobaqasi, avtonom rayonlik tunji navbatlik asosiy qatlam tashviqotchilari musobaqasi. Shundaqla 2015-yillik Xinjiang televiziya stansiyasi qurbon etlik san'at kechiligi qatorliq 10 dan ortiq cho'ng tipdagi san'at kechiligi va musobaqalarni muvaffaqiyatli tamomladi. Endi 2014-yilga kelgan vaqtida Xinjiang televiziya stansiyasi Xinjiang Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati suratga olgan Uyg'ur tilidagi tunji ko'p qismliq bu oilaga qarang nomli televiziya teatrining birinchi bo'limi stansiyaimizning Uyg'urcha kanalida ko'rmanlar bilan yuz ko'rishgandan keyin ko'rmanlarning kuchli olqishiga erishdi. İkinci yılı Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati bu oilaga qarang filmining ikkinchi bo'limini muvaffaqiyatli suratga ilib tamomladi. 2016-yilga kelganda Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati kino televiziya ishlash xizmatini kuchaytirib, kayni-kaynidan 38 qismliq Uyg'urcha televiziya teatri bo'lgan Qashqar haqida hikoya, 36 qismliq yeni komediyalik film bo'lgan Ishxonadagi ishlar, shundaqla 19 qismliq televiziya teatri bo'lgan Bizning mahalla qatorliqlarni muvaffaqiyatli suratga ilib tamomladi. Millicha Kino Teatri ishxonasi osonliq millatlar tilidagi programmalar ijodiyat saviyasini uzluksiz o'stirib, amaliy kuchi bor bo'lgan fuqaroviy korxonalar bilan samimiy hamkorlashib, oldingi qatorda turadigan natijalarni asosiy raqobat kuch qilib, Xinjiang televiziya stansiyasining Xanzucha, Uyg'urcha, Qozoqcha kanallaridan iborat bu supaga tayinib, Huyu markasini o'rtaq barpo qildi. Shundaqla Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati yana o'z navbatida amaliy kuchi bor bo'lgan korxonalar bilan samimiy hamkorlashishni o'xshashla istaydi. Xo'sh, mana yuqorida biz Huyu madaniyat tarqitish cheklik shirkati haqida qisqacha tushunchaga ega bo'ldik. Xo'sh, undaq bo'lsa biz eng oxirgi natijamizni e'lon qilishdan burun ikki mohirimizni sahnamizga taklif qilamiz. Qani, sahnamizga marhamat. Ikki zabardast kelgan yigit o'zining naqshlarini o'rinlab bo'ldi. Albatta, endi biz Xinjiang hukumat guvohlik o'rnidan Aynur Tursun xonimni bugungi bu musobaqamizning eng oxirgi natijasini e'lon qilishga, shundaqla guvohlik so'z berishga taklif qilamiz. Qani, Aynur xonim, sahnamizga marhamat. Nachar havo rayi sharoitida musliqlash xususiyati o'zgarmaydigan motor ishki qismining surkilishidan zaxmlanishning oldini oladigan Yaponiya davlat ishidimi yuqori sifat muvofiq baho bilan shuhrat qozongan Modigrin soliqlash maylari Karvan mablag'chilik shirkatining bosh vakolatchiligida davlatimizga bevosita kirdi. Allaqachon oilangizning bir a'zosiga aylanib qolgan amroq mashinangizni tushunsangiz, Modigrin soliqlash mayli ishlatib ko'ring. Mashinangizga ishoning. Mashinangiz o'zi so'zsiz. Haqiqiy import qilingan soliqlash mayi Modigrin. Telefon 13 5 9 75 75.
xalqarалық dаңlıq marka obraz yaratgan eskici mahsulotlarni Şinjan Okean Xalqaro savdo cheklik shirkati bosh vakolatchiligida rayonimizga kirgandan buyon suhbat o'tkani va setishdan keyingi a'lo mulozamati bilan oila elektr uskunalari bozorida e'tiborli mahsulotga aylandi. Okean shirkati 5 yildan buyon maxsus setish do'koni, to'r savdosi, TV bozor qatorliq tijorat andisi bilan eskici oila elektr uskunalarining qimmatini nurlantirgan bo'lsa, sufati alayda yaxshi bo'lgan eskici mahsulotlarmi esil bo'lishdak alaylik bilan talay oilalarning bo'sog'isidan atildi. Eskici oila elektr uskunalari bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hacı Baba peşmetlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hacı Baba peşmetlari bir xil esil tan, bir xil unutilg'usiz lazzat. Hacı Baba peşmetlari oilalarda, safarlarda, sayohatlarda iste'mol qilishga intayin aktiv bo'lib, ta'mini uzungacha unutmaysiz. Hacı Baba peşmetlari Şinjan televiziyasi İpek Yol Sadası programmasi bilan Karvan Tour kasbiyatini hamkorlashgan bo'lib, Karvan Tour'i to'r bekat va undidarni qonunliq tarqitish huquqiga ega. Shu munosabat bilan İpek Yol Sadasining to'r va undidar tarqitishig'i e'lon qabul qilamiz. Hozirgi internet uchur davrida to'r va undidarni necha million qitimdan ortiq ko'rilayotgan ko'zir programmaga e'lon bermoqchi bo'lsangiz, Karvan Tour bilan aloqalashing. Aloqalash telefon nomeri 0991 288 88 05 13 3 9 3 1 547. Sözü, Şinjan Televizya Stansiyası, Şinjan Huyu Medeniyet Tarqıtış Şeklik Şirketi, Şinjan Buğra Medeniyet Tarqıtış Şeklik Şirketi'nin iltimasına asasen, guvalık orundan hükümet guvatisi Aynur Tursun, Dildar Erkinler 2. kararlıq İpek Yolu Sadası Hal Qılğuş müsabıqasının naq meydan ahval nazaret qıldık. Bu qıtımqı müsabıqada Kamiljan Celil 65'te 5 numar bilen birincilikке. Ekberjan Ahmet Ziba 34'te 5 numara bilen ikincilikке erişti. Rahmat. Şunu ispatlaymiz ki yukarı musabık ahvali belgilengen musabık tertibiga uygun. Musabık neticesi rast, hakiki ve kanun güçke ega. Şinjan hükümet guvalık orundan Aynur Tursun, Dildar Erkin. Rahmat. Bu qitimqi musobaqada Kamil Jilil 65,5 numar bilan birinchilikka, ya'ni chempionlikka erishdi. Muborak bo'lsin. Albatta, Akbar Ahmad Ziba 34,5 numar bilan ikkinchilikka erishdi. Muborak bo'lsin. Rahmat sizlarga. Qani, rahmat sizlarga japotatlar qani. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, naq maydondagi tomoshabinlar. İkinci kararlıq İpek Yolu Sadası programısının hal qılğuş müsabıqasının ikincilikке erişkichi bo'lsa, Akbar Ahmad Ziba. Muborak bo'lsin. Undaq bo'lsa, Akbar aka, hozirgi hissiyotіңizді anglaylik. Hozirgi hissiyotim nihoyat yaxshi. Bakmi yaxshi degil olmaydi, ammo yaxshi. Hammalarga yetarlik bo'lgan huzur beg'ishlayolmagan bo'lsammi, keyin yana beg'ishlayman, yana davomli tirishiman. Muşu ata-onamningki, urug'-tuqqanlarimning, do'stlarimningki, ustozimning menga madad berib, menga bundoq qarab maslahat qarg'ini men uchun bek xo'shallik ishchu. Ham sizlarningmi mendan davomli meva ilishinglarni umid qilmayman, davomli berib turaman men mevani. Hammanglarga ko'pdan-ko'p rahmat. Men bundan keyin texmi tirishib, olg'a ilgirlayman. Rahmat. İntayin umoq bo'lgan yurak so'zdan birni qildingiz. Ko'p rahmat. Xo'sh, shunda qolsa, endi bugun biz 2-darajaga erishgan Akbar Ahmad Zibani mukofotlashqa İpek Yolu Sadası programmasining tajidorlik shirkat vakili, shundaqla Şinjan Abida Biyopan Texnik taraqqiyot shirkatining lideri Obul Hasan apandini mukofot bo'yimi shundaqla sharaf guvohnomasi taqishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Muborak bo'lsin Akbar Ahmad Ziba 2-darajaga erishganligi uchun, ya'ni Diyarımız ichimlik sohasida o'z oldiga Abida So'dasi va Mir Sharifda ishlab chiqarayotgan Şinjan Abida Biyopan Texnik taraqqiyot shirkati ta'minlagan 100 ming yuan qimmatidagi Toyota markali avtomobil bilan mukofotlandi. Muborak bo'lsin. Rahmat. Xo'sh, undaq bo'lsa, Obul Hasan apandi. Qani, hozir yurak so'zni sog'laylik. Assalomu alaykum. Naq maydondagi ko'rman do'stlar. Shundaqla televiziya ekran oldidagi qarindoshlar, bizning shirkatimiz har darajalik partiya hukumatning qo'llab-quvvatlashi bilan 10 yillik Buran chapqini beshini o'tkazib,
bugungi 10 yillik shonliq taraqqiyot yaratgan bir puhraviy milliy korxona bo'lib shakllandi. Shirkatimizdagi shu 3 odamdan qurilgan vaqtdagi 3 odamdan hozirgacha taraqqiy qilib 300 ga yaqin xizmatchisi bo'lgan, guruhlish yo'li qaramag'an bir korxona bo'lib tashkillandik. Demak, bizning shu vaqtlar 10 yil ichidagi shu natijalarni bizningki shirkatdagi har millat xalqininki tirishimiz orqali bugungi shonliq natijani yaratdik. Biz buningdan keyin bo'lsa shu Şinjan televiziya stansiyasi, Xuyu madaniyat taraqqiyot shirkati va shundaqla Bug'ra madaniyat taraqqiyot shirkati o'tkazgan shu Ipak yo'li sadosi orqali davomli hamkorlashib, davomli o'zimizningki shu bozor ochish, mahsulot sotish jihatimi o'zimizning yana bir yuqori pallani yaratishni biz ham umid qilyapmiz. Ham ishimizga buningki hamkorliklarimizningki texnik ko'ngilli bo'lishiga biz shirkat nomidagi 300 ga yaqin xizmatchi nomidan men samimiy rahmatimni bildirman. Oxirida mush Ipak yo'li sadosiga qatnashgan har bir mahallarninki buningki 1-chi, 2-chi, 3-chi, 4-chi emas, buningki mush jamiyatni o'zining kasbini davomli yaxshi taraqqiyot qildirib, yaxshi natijalarni qo'lga keltirishga chin dilimdan umid qilaman. Ham shundaqla buningki shirkatimizning ishlariningki ishimizga Şinjandagi har millat xalqininki qo'llab qo'yish orqali texnik yaxshi taraqqiyot qilishini chin ko'ngildan umid qilaman. Diyorimizning abidasi, hammamizning abidasi. Rahmat. Rahmat. Bizning hamkorligimizning uzluksiz bo'lishini umid qilamiz. Rahmat O'bularsan efendi. Qani, undaq bo'lsa, endi biz bugungi 2-chi darajaga erishgan Akbar Ahmad Zuboni eng qizg'in olqishlarimiz bilan ustozlar bilan xo'shlashishga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Qani, olqishlarimiz bilan. Yaraysiz Akbar Ahmad. Sizni tabriklaymiz. Muvaffaqiyatingizga obron qo'yamiz. Sizning ijodiyat va o'rinlashda yanama tirishishingizni, yoshlarimizga esil naqshlarni taqdim qilishingizni, bugungi zo'r g'albingiz bilan qanoatlanib qolmasligingizni umid qilamiz. Muborak bo'lsin Akbar Ahmad. Ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining bu yillik chempioni, Nur sahnasining mohiri Komil Jilalni sahnamizga yana bir qatim taklif qilamiz. Marhamat. Muborak bo'lsin Komil. Mana bugun eng oxirgi mevasini ko'rdik. Shundaqmi? Mushtabdagi eng qaltis bo'lgan yurak so'zimizni biz bir anglab o'taylik. Assalomu alaykum ustozlar, tomoshabinlar, hammalarga salom. Rahmat Mushad Japat atib bizning shu programmaga qatnashganlarga. Birinchi yurak so'zim dadamga rahmat. Dadam sahnada bek ko'yga sifatida meni shu boshdan oxir. Mening boshda bo'lsa san'atni qilishimga, bu kasbni qilishim dadam ishonchisi yo'qmi yo toza qo'llamaydi boshda. Keyin bu program boshlab men xizmat qilib mangandan keyin ish titildash bo'ldi. Sen bu sahnaga bir chiqsang bo'ldi deb men besimga kelib arzu qilgan bu sahnaga chiqishni bilaman. Birinchilab dadam qilganda shunga meningcha bu yerda men birinchi bo'ldim, ikkinchi bo'ldim degan gap mening kallamda yo'q shaxsan. Bu Akbar bulamdi, mayli Abdulla akamning gruppasiki, Mehmetcan bulamdi yoki Adil akamning gruppasiki Savaqlışımız Gülbana bulamda bu yer bir-birimizin üstün tüven turduğan halet mening kallamda mavjud emas. Shundaqla shu idoradagi rahbarlik yaxshi qo'llab berdi. Shu program boshlagandan boshlab hozirgacha menga nurg'ulga yaxshi sharoitlarni hozirlab berdi. Xo'sh, undaq bo'lsa, bugungi 1-chi darajaga, ya'ni chempionlikka erishgan mohirimizga bizning Şinjan televiziya stansiyasining muavin stansiya boshlig'i, Millicha kino teatri ishxonasining mudiri Umarjon Muhammadi apandini chempionga mukofot buyumi va mukofot lonkasini tarqitishga taklif qilamiz. Qani, ustoz, saktimizga marhamat. Qarshilamiz ustoz. Albatta, bugungi 1-chi darajaga erishgan mohirimizning Kamran Buaqlan mahsulotlari orqali xalqimizning qizg'in olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Kamran Sodichak shirkati 120 million qimmatli Toyota markali avtomobil bilan tarqatlaydi. Muborak bo'lsin. Toyota markali avtomobil. Muborak bo'lsin. Rahmat ustoz, rahmat. Rahmat. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'ruvchilar, naq maydondagi tomoshabinlar. Mana bugungi bizning chempionimiz bo'lsa, ya'ni 2-chi qarorliq Ipak yo'li sadosi programmasining hal qilg'uch musobaqasida chiqqan chempion bo'lsa, Komil Jilal. Qani, undaq bo'lsa, yana qizg'in olqishlarimiz bilan ko'p hurmatga sazovor ustozimni saktimizga taklif qilamiz. Qani ustozlar, saktimizga marhamat. Qani, olqishlarimiz bilan. Shundaq yana bugungi bu musobaqamizda o'zining qaltis bo'lgan mahoratini ko'rsatgan 4 mohirimizni bu saktimizga taklif qilamiz. Qani, saktimizga marhamat.
Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rganlar, Şinjan televiziya stansiyasi, Şinjan Xuyi madaniyat tarqatish shakli shirkati, Şinjan Bug'ra madaniyat tarqatish shakli shirkati hamkorlik buzrunlar sungan ikkinchi qarorliq Ipak yo'li sadasi programmasi vaqt munosabati bilan mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi qarorni ko'rishga omon bo'linglar. Xayr İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası, İpek yolu sadası, sevginin yok çevresi, hoş avazla seynası. İpek yolu sadası.